18 kun bo'lganda nastroykasini o'zgartiramiz. Bo'ldi, shunday turish kerak 18 kun bo'lgandan keyin. Keyin 18-kuni moyada tuxumlarni ponni olamiz yerga. Olib turib, ichida idishlarga ponni suvni to'ldiramiz. 18-kuni. Ponni suvni to'ldirib turib, orqa tarafda teshikni bekitamiz. Va teshikni bekitamiz. 18-kuni. Ostiga trapkani solamiz, setkaning ustiga trapkani solib, chekalarga trapkani qistirib qo'yamiz. Keyin tuxumni telefonni fonarchigida tekshiramiz. Proverka qilib tekshirib turib, tuxumni solamiz shu yerga. Shunday qilib solamiz. Avtopоворotni o'chirib qo'yamiz. Buni avtopavorot. Buni o'chiramiz. Latoyni tuzlab turib, avtopavorotni o'chiramiz. Moy ichki taraf svitiniga. Buni yaxmaymiz, o'chirib qo'yamiz buni. Keyin kirishkasini yopamiz. Kirishkasini yopib qo'yib, saharga chiqqan jo'jani abitda olamiz. Abitda chiqqan jo'jani kech payt olamiz. Mo svitiniga to'lka ko'rgani yaqamiz. Mana ko'rgani. Boshqa payt o'chirib qo'yamiz.